Assalomu alaykum, hurmatli futbol ixlosmandlari, RS Ligani doimiy kuzatib borayotgan hurmatli obunachilarimiz. Demak, RS Liganing bir oylik tanaffusi o'z nihoyasiga yetdi va biz tanaffusdan qaytmoqdamiz. Tanaffusdan esa biz PHP hamda Java jamoalarining o'yini bilan bugun xudo xohlasa 7-tur bahslarni boshlaymiz. Demak, ko'rib turganingizdek, ekraningizning chap tomonida Java jamoasi o'rin olgan, o'ng tomonda esa kechirasizlar, chap tomonida PHP jamoasi, o'ng tomonida esa Java jamoasi o'rin olgan. Demak, hujum va birinchi hujumning o'zida xavfli vaziyat amalga oshirilgandi, lekin bu xavfli vaziyat gol bilan yakunlangani yo'q. Xo'sh, yon chiziqdan to'p o'yin kiritib beriladi. To'p o'yin kiritib beriladi yon chiziqdan. Fursatdan foydalangan holatda jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, PHP jamoasi Kozimov Jaloliddin, Fatullayev Zikrullo, Islomov Abbakir, Rustam Ergashev, Abdulahadov Azizbek, Sarmonov Umidjon, Qosimov Faxriyor, Asadullayev Behzod, Xolif Nodir, Muhammadov Sherzod demak himoya qilishadi. Java jamoasi esa Satimov Jamoliddin, Javliyev Ulug'bek, Xudoyqulov Behruz, Qudratov Shukrullo, Qalandarov Abdulaziz, Shohruh Qodirov, Rahimov Voris, Rasuljonov Nurali, Qidraliyev Sardor va Qobilov Muhammad Botir ushbu jamoa vakillari hisoblanishadi. Demak, uchrashuv davom etadi. Va yon chiziqdan to'p o'yin kiritib berishga ruxsat beriladi. Translyatsiya bosh rejissyorimiz Doniyor Abdumanopov. Uchrashuv bosh hakami sifatida bugun Akbar aka uchrashuvni boshqarib boradilar. Sharhlovchi esa Kamina Otabek Abdullajonov. Demak, ruxsat berildi. Uchrashuv esa davom etadi. Abubakirning zarbasi juda kuchli bo'ldi, lekin darvozabon Fazliddin Shahboz to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Xudoyqulov Behruz katta tezlikda markazdan kirib boryapti o'zi. Ikkita o'yinchini aldab o'tdi. Ichkariga uzatma, lekin uzatma ichkariga o'tgani yo'q. Muhammadov Sherzod. Xo'sh. Sherzod, legioner, Amerikadan kelgan. Nurali to'p bilan. Nurali, xo'sh, yo'q, to'pni olib qo'yishdi. Ana endi PHP jamoasini hujumi markazdan boshlanmoqda. Ichkariga yaxshi uzatma, lekin Sherzod o'zini uslubida to'pni oldirib qo'yapti. Voris sovuqqonlik bilan to'pni olib qo'ydi va ishonchli tarzda hujumni qaytarmoqda. Xo'sh, Behruzmi? Yo'q, Faxriyor birinchi yo'l yetib kelyapti. Faxriyor bugun darvozada o'z jamoasini himoya qiladi. Kozimov ichkariga uzatma. Xolif Nodir, yo'q, unga to'g'ri yetib kelmadi. To'pni Sardor bartaraf etishga muvaffaq bo'lmoqda va endi yon chiziqdan yana PHP jamoasi to'pni o'yin kiritib beradi. Azizbek ochiq sheriklarni qidiryapti va u Jaloliddinni o'ynashni lozim topdi Faxriyor bilan. Demak, darvozabon nima o'ylab topadi va ichkariga uzatmani amalga oshirsa kerak. Ichkariga uzatma. Bu yerda Abubakir to'pni birinchi bo'lib qarshi oldi. Behzodlar bir-birini biroz tushunishmadi, lekin hali ham to'p ulada edi, lekin Shukrullo to'pni olib qo'ymoqda. Xo'sh, Shukrullo Behruz bilan. Behruz ichkarida zarba. Faxriyor to'pni qaytarmoqda. Jaloliddin to'p bilan. Yo'q, Behruz lekin to'pni saqlab qoldi o'zida. Yo'q, Jaloliddin oxirigacha kurashib to'pni olib qo'yapti, lekin to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Darvozadan endi to'p uzatib beriladi. Erkin zarba bilan to'p o'yin kiritib beriladi. Shahboz bu ishni amalga oshirsa kerak ko'p ehtimol bilan. Demak, to'p bilan Shahboz hozir endi kerakli nuqtaga to'pni o'rnatgan holatda to'pni oldinga yetkazib beradi. Sardor bilan o'ylashni lozim topdi. Sardor markazdan yana endi Behruz to'p oldirildi. Qarshi hujum, xo'sh, zarba beradigan odam topilmayapti va Behruz o'z xatosini to'g'rilagan holatda to'pni olib qo'yib maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti, lekin PHP jamoasi burchak zarbasi ishlashga muvaffaq bo'lishdan endi burchak zarbasini amalga oshiradi. PHP jamoasi to'p bilan Abubakir va uzatma yo'q, o'xshamadi. O'ylangan kombinatsiya edi, lekin uni amalga oshirish ham bordi. Amalga oshmadi bu kombinatsiya.
ichkariga uzatma. To'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Abubakir uzatma ichkariga, lekin zarba berishga kelganda Nodirxonov oxirgi zarbani bera olmadi. Nurali o'tib ketyapti, yo'q. Azizbek. Xo'sh, Faxriyor to'p bilan. Faxriyor uzatma o'tmadi. Behzodgacha yetib kelmadi to'p. Ichkariga uzatma. Jaloliddin, xo'sh. Uni yaxshi zarbasi bor. Zarba berishga imkon berishsa agar, yo'q, imkon berishmadi. Sherzod to'pni birinchi bo'lib yetib keldi, lekin maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Demak, navbatdagi burchak zarbasi. Yo'q, burchak zarbasi emas, erkin zarba. Shahboz to'pni o'yin kiritib beradi. Sardor birinchi bo'lib yetib keladi. Shaqanotda, yo'q, o'tmadi. O'tmadi. Abubakir to'p bilan. Abubakir uzatma. So'nggi zarba. Yo'q. Sherzod zarba berishga muvaffaq bo'ldi. Bu XG ga tortadigan vaziyat. Hozircha XG lar bo'yicha PHP jamoasi biroz oldinda. Sherzoddan bunday zarbani ko'rish o'zi katta narsa edi va bu narsa amalga oshirildi. Demak, burchak zarbasi ichkariga uzatma. Boshma beradigan zarba bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Behzod birinchi bo'lib yetib keldi. Behruz olib qo'yapti. Abubakir unga qarshi. Yelkani ishga solyapti Abubakir va oxir-oqibat to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Faxriyor, Behzod, xo'sh. Yo'q, o'tib ketyapti Sardor. Zarba. Nurali, yo'q, Abubakir to'pni birinchi bo'lib yetib keldi. Ruxsat berildi. Yo'q, bu to'p darvozabonniki. Erkin zarba bilan to'p o'yin kiritib beriladi. Faxriyor bu ishni amalga oshiradi. To'pni kerakli nuqtaga o'rnatgan holatda o'z sheriklariga navbatdagi hujumni boshlash uchun uzatmani amalga oshirib beradi. Uzatma amalga oshirildi va Abubakir to'pni egallab olishda xatoga yo'l qo'ydi, o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Xo'sh, Behruz bitta o'zi qolib ketyapti. Zarba yo'q, imkon berishmadi zarba berishga. Jaloliddin. Nodirxonov to'p bilan. Nodirxonov. Yo'q, Sardor aldanmadi bu fintlarga. Bu fintlar SSR paytda qolib ketgan. Shuning uchun bu fintga aldangani yo'q. Ichkariga uzatma. Voris to'pni bosh bilan qaytarmoqda. Sherzod yo'q. Undan o'tib ketyapti Behruz, katta tezlikda o'zi kirib boradi. Unga yordamga Shukrullo yetib kelyapti. Shukrullo markazda ochilyapti. Uzatma amalga oshirildi. Shukrullo zarba va gol! Ichkaridan o'tdimi? Yo'q. Chiziqni kesib o'tmagan ekan Shukrullo, lekin juda ham chiroyli zarba bergan edi va turning chiroyli gollaridan biri bo'lishi mumkin edi, lekin bu narsa o'xshagani yo'q. Yon chiziqdan. Varni ko'ramizmi yoki? Demak, uchrashuvda o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Sarmonov Umidjon va Rustam Ergashev darvoza maydonga tushib kelishdi. Yo'q, bu Faxriyorniki. Faxriyor to'pni qaytarmoqda. Jaloliddin to'pni oldiryapti. Rustam Ergashev. Komandaning Iniestasi. Sarmonov Umidjon. To'pni o'zi ushlab, bitta o'yinchini o'zini olib yuribdi. Ana endi Jaloliddin zarba beradimi o'zi? Zarba berdi. Voris to'pni qaytaryapti. Abubakir, xo'sh, Rustam Ergashev. Uni ham zarbasi bor. Ko'ramizmi zarba? Yo'q. Jaloliddin qo'l bilan o'ynaldi, adashmasam. Qo'l bilan o'ynaldi deb topildi va endi jarima zarbasini amalga oshirishadi PHP jamoasi. Yo'q, uchrashuv hakami esa to'pni yon chiziqdan kiritishni lozim topdi va endi yon chiziqdan to'p kiritib beriladi. Navbatdagi hujum, istiqbolli hujum amalga oshiriladi. Istiqbolli hujum, lekin Abubakir yaxshi zarba, lekin zarba noaniq. Erkin zarba Shahboz to'p bilan o'yin kiritib beradi. Sardor Qidiraliyev. Behruz.
shu yerdan o'zi zarba berdi. Yo'q, to'pga esa Behzod to'g'anoq bo'ldi va u to'ppa-to'g'ri darvozabonga yetib borgan edi. Abubakir to'p bilan ochiq chelaklar bor. Rustam Ergashev ochilyapti. Rustam Ergashev, Azizbek yo'q. Biroz noqulay uzatma amalga oshirildi. Demak, kim bor? Jalol. Zarba pozitsiyasi va gol. Juda chiroyli zarba va chiroyli gol amalga oshirildi. Jaloliddin Kozimov uchrashuvda hisobni ochyapti va o'z jamoasini oldinga olib chiqyapti. 0-1 hisobida PHP jamoasi birinchi golni kiritgan holatda, turning birinchi goli va uchrashuvdagi birinchi gol amalga oshirildi. Demak, maydon markazidan to'p o'yin kiritib beriladi va endi Java jamoasi revanshga boradi. Remontadani amalga oshirishga harakat qiladi. Maydon markazidan yo'q, biroz noaniq. Zarba yaxshi amalga oshirilgandi, lekin aniqlik biroz yetishmadi bu zarba uchun. Faxriyor to'pni o'rnatib, navbatdagi hujumni boshlab berdi. Sarmonov Umidjon to'p bilan. Sarmonov Umidjon, xo'sh, nimadir o'ylab topish uchun ketyapti. O'ylab topgani Jaloliddinga pas berish bo'ldi. Behzod yo'q, to'p maydon markazidan Rustam Ergashev. Yaxshi uzatma. Abubakir biroz to'pni qabul qilishda xatolikka yo'l qo'ydi va bu orada qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin edi Java jamoasi, lekin yo'l qo'yishmayapti. Sardor to'pni qaytaradi. Maydon markazida yaxshi Behzod. Abubakir. Yo'q, Sardor bugun ancha ishonchli harakat qilyapti himoyada va Voris bilan o'ynashni lozim topdi. Voris uzatmani noaniq amalga oshirildi. Jalol, Umidjon zarba, lekin biroz noaniq. Lekin yaxshi zarba amalga oshirilgan edi Umidjon tomonidan. Bugun Toshkentda havo harorati juda ham yuqori bo'ldi. 47 va 50 gradus atrofida issiqlik bo'lgani internet tarmoqlarida ko'rsatilgan edi. Uzatma. Shukrullo birinchi o'yin yetib keldi. 1-1 vaziyat va Nurali hisobni tenglashtiradi. Shukrullohni chiroyli uzatmasi bilan Nurullohni 1-1 vaziyatga chiqarib yubordi va bo'sh qolgan darvozaga Nurali to'pni joylab qo'ymoqda va uchrashuvda hisob tenglashdi. Markazdan PHP jamoasi endi to'pni o'yin kiritib berishadi. Uchrashuv demak teng kuchlar orqali davom etyapti va mana ko'ryapmiz. Birinchi bo'limning o'zida Хорошая, я еще не играл. Здорово. Как вы? Ой, извините. Ikkinchi jamoa mana vakillari yig'ilishyapti. Mana Zarova degan so'zlarni eshityapsizlar. Bu degani Umriyev Timur keldi. Ularning o'yini ikkinchi o'yin. Demak, burchak zarbasi. Abubakir to'pni o'yin kiritib beradi. Demak, PHPning navbatdagi hujumi. Jamoa sardori Jaloliddin to'p bilan bitta o'yinchini aldab o'tdi va zo'r uzatma amalga oshirib bordi, lekin Umidjon bunday uzatmani qabul qilishga tayyor emas edi. Sardor aldab o'tyapti. Bugun Sardor ancha tanaffusdan so'ng, o'sha bir oylik berilgan tanaffusdan so'ng Sardor o'z ustida ancha ishlangan shekilli. Yaxshi harakat qilyapti bugun himoyada. Yon chiziqdan to'p o'yin chiqib ketyapti. Umidjon. Behzod. Nurali. Yo'q, Nurali emas. Voris to'pni qaytaryapti. Rustam Ergashev ichkariga uzatma. Abubakir yo'q. Yon chiziqdan. Behzod ichkariga uzatma. Nurali birinchi yetib keladi. Behruz to'pni egallab oladi.
Jarima zarbasi o'zi ishlagan Behruz o'zi to'pni uzatdan amalga oshirdi, lekin Shukrullo to'pga yetib kela olmadi. Azizbek. Markazda yaxshi ochilgan Rustam Ergashev to'pni olib uzatishga muvaffaq bo'ldi. Behzod o'zi kirib boryapti. Sardordan o'tdi. Abubakir birinchi keladimi? Birinchi yetib keladi. Umidjon yo'q. Yo'q. Zarba berishga imkon berishmadi. Sardor yaxshi. Shukrulloga yaxshi ochilgan edi. Azizbek yo'q. Xatoga yo'l qo'ydi Azizbek va Shukrullo esa yo'q. Bu qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Qarshi hujumga chiqib ketyapti. PHP jamoasi, lekin Nurali to'pni qaytaryapti qo'llari bilan. Jarima zarbasi. Jaloliddin to'p oldida. Demak, ancha uzoq masofa jarima zarbasini to'g'ri darvozaga amalga oshirish uchun, lekin menimcha urinib ko'rsa bo'ladi, chunki Jaloliddinning yaxshi zarbasi bor. Qani hozir ko'ramiz. Nima amalga oshirishini. Zarba bo'ldi va burchak zarbasi amalga oshiriladi endi. Jonli devorga tekkan holatda to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Burchak zarbasini amalga oshiramiz. Ichkariga uzatma, Boris to'pni boshidan qaytarmoqda. Azizbek to'pni o'zi to'xtatib oldi. Hujum, Azizbek zarba beradimi? Zarba berdi, lekin bir osno aniq. Darvozabon ham qo'lini ishlatgan holatda to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborgan ekan va burchak zarbasi navbatdagi ketma-ket burchak zarbalari yana golga yaqin kelyapti. PHP jamoasi xo'sh, lekin bundan foydalana oladimi yoki yo'qmi? Jaloliddin yo'q, zarba yetib kela olmadi. Umidjon ichkariga. Azizbek juda ham qulay vaziyatda Azizbek to'pni to'g'ri yo'naltira olmadi darvozaga. Demak, yana boshlanyapti navbatdan. Boshdan hujum. Behruz ikkita o'yinchini aldab o'tyapti. Maydon markaziga yetib keldi. Shukrullo bu to'pni qabul qilishga tayyor emas edi. Faxriyor endi to'pni kiritib beradi. Uning yonida Rustam Ergashev va u bilan o'ynaydi. Rustam Ergashev esa kreativ hujumlarni boshlashga juda ham talanti bor bu o'yinchini. 18-raqamda harakat qilyapti Rustam Ergashev, demak Jaloliddin bilan chiroyli tarzda o'tib ketishyapti. Abubakir zarba berdi, zarbaga esa Voris yana to'g'anoq bo'lyapti. Va Kuber chiroyli aldab o'tirgan hujumda Abubakir chiroyli tarzda to'pni joylab qo'yyapti darvozaga. 2-1. Ana endi quvlashmachoq ko'ramiz shekilli. Ketma-ket mana hujumlar natijasini bermoqda va mana 2-1 hisobida PHP jamoasi oldinga o'tdi va endi o'zgarish ham amalga oshirilyapti. Behzodning o'rniga Nodir Xolif maydonda harakat qiladi. Zarba berildi va biroz Shukrullo yaxshi o'ylagan edi. Darvozabonni oldiga chiqib ketganini payqagan Shukrullo ichkariga, ya'ni darvozaga zarba bergan edi. Zarba esa aniq, lekin biroz aniqlik yetishmadi. Aniq deb bo'lmaydi, biroz noaniq bo'ldi. Jaloliddin to'p bilan. Umidjon Sarmonov, Azizbek. Sarmonovga yaxshi uzatma amalga oshirildi. Bitta zarba berib yuborsa bo'ladigan edi, lekin bo'lmadi. Sardor Xidiraliyev to'pni uzoqlashtirib yuboryapti. Ana endi yana to'p o'yin kiritib beriladi darvozadanmi? Burchak zarbasi. Abubakir to'p oldida. Navbatdagi yana istiqbolli hujum amalga oshiriladi. Kecha istiqbolli bo'lmadi lekin. Bu orada esa uchrashuvning birinchi bo'limi o'z nihoyasiga yetdi. Biroz tanaffusdan so'ng davom etamiz va navbatdagi uchrashuvning ikkinchi bo'limini tomosha qilishga barchangizni taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.
Demak, ikkinchi bo'lim boshlandi. PHP hamda Java o'rtasidagi uchrashuvning ikkinchi bo'limiga start berildi. Uchrashuv bosh hakam Akbar akaning xushtaga chalindi va uchrashuv boshlanib ketmoqda. 2-1 hisobida, 2-1 hisobida PHP jamoasi hozircha oldinda birinchi bo'limdan so'ng. Demak, yana to'p bilan PHP jamoasi. Faxriyor. Yaxshi uzatmaydi, lekin Rustam Ergashev kutmagan edi. Sarmonov Uminjon bunday uzatma beradi deb xayoliga ham kelmagan edi. Har doimgidek Behruz yana yiqilib yotibdi. Juda ham qulay nuqtadan zarba berish mumkin, lekin jonli devor bu dunyo jonli devor emas. Bo'ylarni qaranglar. 3 xil bo'y, soqol. Sherzodga orqa kerak emas, degan orqa o'girib turibdi. Demak, jonli devor mustahkam qilib o'rnatilyapti. Lekin mana bunday jonli devorni boshqa hech qayerda qo'yib ko'rmaysiz. Eng standartli jonli devor va eng bo'yi past odam to'pni qaytaryapti. O'sha qaytaryapti yana. Yo'q, amalga oshirilmadi. Ichkariga yo'q, Behruz yo'q. Boris. Hozir shogirdim ham menga qo'shiladilar. Akmal Mirzahakimov. Neydi familiyangiz? Akmaljon. Akbarjon Xonbek aka. Nurali. Nurali. Umidjon Sarmonov qayerdandir paydo bo'lib, hujumni bartaraf etmoqda. Boris endi to'pni yon chiziqdan o'yin kiritib beradi. Behruz bilan o'ynaydi. Behruz ikkita o'yinchini aldab o'tyapti. Markazdan kirib borishga harakat qiladi va u chap tomonga qarab ketdi. Uzatma amalga oshirdi, lekin uzatma Kozimov Jalolidan o'tmayapti. Abubakir Sarmonov Umidjon oldi orqasiga qaramasdan yugurib ketyapti. Xo'sh. Rustam Ergashev. Voy, Chelsea tepadigan joy edi lekin. Nurali o'zi chiqib ketyapti hujumga. Yo'q. Nodir Xolif ishonchli tarzda to'pni qaytarmoqda. Navbatdagi hujum boshlanyapti Behruz to'p bilan Xudoyqulov. Shu bola oti nima edi? Yangi kelgan matchda. Ha. Kim Abdumajid? Siz bilasiz hattoki. Men bilan o'qiganda birga, Fidipida birga o'qigan. Ha. Fidipga o'qiganmiz. Nechinchi yil o'qigansiz? Abdumajid to'pni ichkariga uzatib beryapti. Rustam Ergashev. Xo'sh, ochilyapti Umidjon, yaxshi, lekin yaxshi shunday bo'lsa ham. Ya. Nodir Xolif buni Mbappe ham yetib bora olmasdi bunday uzatmaga. Boris to'pni o'yin kiritib beradi. Akmaljon aka, xo'sh mana bir oylik tanaffusdan o'z nihoyasiga yetdi. Bir oylik tanaffusdan kim qanday shug'ullandi, nimalar ko'rsatmalar bo'ldi deb o'ylaysiz? Qani shu bo'yicha fikringizni bilaylik. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Nima deyatdim deydi-yu. Ha, kim bildi o'zim endi. Endi bir oy baribir terma jamoamiz o'yinlari jon chempionatida o'y haflatyapmiz. Zarba! Gol! 2-2 chiroyli tarzda hisob. Shukrillah, ajoyib. Bugun ochilyapti. Juda ajoyib. Hisobni tenglashtirdi. 2-2. Tanaffus yaxshi ta'sir qilgan Shukrullohga qarang. Albatta jamoani, terma jamoamizning a'zolari, yigitlar o'zlari aytib o'tishyapti. Bugungi o'yinda mana hozir Golan bilan o'yin bo'ladi, Javasbek o'rtasida. Shunda Markaziy uchrashuv. Ha, markaz uchrashuv bo'ladi. O'shanda Timur aytayapti, bizga katta nima bo'ldi, dars bo'ldi. O'yinlar. Qani xudo xohlasa ko'ramiz. Zo'r. Faxriyor gap bo'lishi mumkin emas. Demak, yonchiqdan to'p o'yin kiritib berdi. Abdumajid to'pni yangi kreativ birinchi raqamda o'ynayotgan ekan Abdumajid. Bu ismi Bageta ekan u. Abdumajid lekin bu Behzodni anaqasini kiymagan. Abdumajid vazifasini bajaruvchi. Ha. Iyo, ha. Iyo buncha deydi. Hozir nima deydi? Tarix hujjatlarga imzo chekdi. Abbakir esa juda baland. 2-2 hisob. Jamoa a'zolarining jismoniy holatlari, boshqa masalalar ancha
yaxshi baribir murabbiy ko'rish boshqa narsa-da. Murabbiy ko'rganda maydonni ko'ra olish, o'yinda temp saqlash, shu narsalarni men bu jamoadan kutyapman. Bugungi o'yinda xudo xolasa. Nurali har bir jamoada albatta o'sha yetakchi futbolchilar bor va o'sha yetakchi futbolchilar terma jamoada harakat qilishadi, o'sha korporativ sportda bilasiz. albatta. Va bugun o'sha terma jamoa bosh murabbiyi bo'lgan Akbar aka bugun bevosita maydonda hakam sifatida ishtirok etyapti va mana shu inson terma jamoa uchun yana boshqa nomzodlarni ham ko'rib o'tishni reja qilganlar. Bu juda yaxshi. Demak, har bir yigitlarga ham o'zini ko'rsatish uchun yaxshi imkoniyat hozir mana shu RS liga. Da. 2-2. Sherzod, bu dunyoning zarbasi bor, ko'ryapsiz. Voy, topdi. Uy. Sherzod bu fintdan Amerikada o'rganib kelgan. O'zini sehrli diyordaman deb o'yladi hozir. Diyorda o'ylayapti. Manhattan nima deb o'ylayapti, lekin Las Vegasda deb o'ylayapti va shu zahoti uni chiqarib yuborishdi mana. Demak, jarima zarbasi Zorba. Rus. Bu darvozaga berilgan zarba. Darvozaning orqasidagi to'rda nimaga ilishdi, nimaga qolib ketdi tushunmadim to'g'risi. Mana unga e'tiborimiz qaratmaymiz. Savob xotir olamiz Akmal aka, chunki biz kadr to'sib qo'yamiz, kelib o'tirib tursak, kadr ko'rinmay qoladi, bilasiz. Operatorimiz ham tirikchiligini ko'rib turibsizlar. Ko'rib turdimmi, ko'rmayaptimi buni? Tirikchilik faqat operator bilan o'chardi ekanda, boshqada ular bari oylik yashamaydi-da, bilasizlar. Demak, yo'q. Azizbek to'pga yetib kela olmadi. Azizbek ham Semirga tutdi, mana ko'rinyapti. Behruz, Shukrullo zo'r, lekin xuddi finaldagi ishni qildi. Eldor golga o'xshatmoqchi bo'ldi, lekin Eldorni golini Eldor deganda Chomurod nazarda tutyapmiz. Faxriyor endi to'pni erkin zarba bilan o'yin kiritib beradi va kimga oshiradi deb o'ylaysiz? Ichkariga. Juda chiroyli. Kelib oldi, o'zi zarba berdi. Va, gol. Demak, Faxriyordan assist bo'ldi bu, yozib qo'yamiz. Necha? 3-2. 3-2. Oldinga chiqib ketyapti Java jamoasi. Mana ular quvlashayotgandi. Mana endi Java oldinga o'tib oldi. Yaxshi, qiziqarli uchrashuv ko'ryapmiz. Temur hozir yuguryapti, hayolda yirtib boryapman deb o'ylayapti yugurishda. Shukrullo, juda yaxshi. Yana. Xo'sh, ichkarida Nurali yordam kelgan, lekin yo'q. Jaloliddin oldirdi. Boris xuddi yapstam kabi qaytaradi. Manchester Unitedda sovuqqonli bilan. Behruz. Pas bo'lyapti. Nurali. Shoshildi Nurali. Mana shundoq qildi-da. Mana ta'minni chiqish ketgan. Bundoq qilsa bo'ladi. Uni hamma bildi, faqat o'zi bilmadi. Sherzod zarbasidan bo'ldi. Hayolda yirtib boryapman deb o'yladi zarbani. Ali bitta aka, asad o'yda mana qilib o'yinga tushsa bittasi bosaganda, hayolda yirtib boradi yozib qo'ygan. Nuraliga salomlarimiz bo'lsin. Bo'lsin. Biraz yo'l o'rganda gapda. Soatni to'pdi. Chunki hisobimiz esa chunki hisobida Soat. Malades, ashunaqa haydash kerak. yo'q, gapiravering. Soat necha o'pdi demoqchi edimmi? 10 tadan 8. Ha, 10 tadan 8. To'g'ri. Hozir nima qilgan ekan? Hozir davom etadi. Uchrashuv davom etadi. Vo! Vaziyatga chiqib ketyapti Umidjon. Zarba yo'q. Lekin zo'r zarba berilgandi Umidjon tomonidan. Chiroyli seyf bo'ldi. Baribir Shahbozda mahoratiga ko'p qolib qolganman. Ha, keskin zarbalar berishda davom etyapti PHP jamoasi va bugungi uchrashuvni tenglashtirishga juda katta harakat qilishmoqda ular. Azizbek ham zarbalari juda zo'r edi. Demak, burchak to'pi Abu Bakr oldiga yaqinlashmoqda va u endi chiroyli hujumni amalga oshirishga harakat qiladi.
Yo'q, to'p oldirib qo'yildi. Behruz, bu juda tezda Behruz. Katta tezlikda kirib. Qo'lida baqalashga bilan ko'rsatdim, shukrlar. Ha, ta'kidlash bor. Nima qilsa qilyapti? Unga bu Men hammasi yarashadi. kofem deb o'ylayapman men uni birinchi. Behruz to'pni egallab oladi. Shukrullo bilan Behruz yaxshi tandem bo'lyapti. Ular bir-birini juda ham tushunib, xuddi qadrdon o'yinchilardek o'ynayapti, lekin qadrdon emas ikkalasi. Lekin shunaqa bo'lib o'ynashyapti. Ikkinchi taymda Shukrullar jamoasi qo'shdi. Shu ikki o'yin yakunlanishiga menimcha bir taym yarim o'tdi. Shahbaz o'yinga kiritadi. Yo'q, Behruzga qoldirdi. Behruz o'yinni boshladi. Nurali. Yo'q, Nurali. Doktor pas berib qo'ydi. Nurali deysiz. Ha, Nurali o'zi yo'q. Nurali ana bu yerda yugurib to'p oldi. Shukrullo. Azizbekmi? Yo'q, Jaloliddin. Shukrullo Jaloliddin bu. Jaloliddin. Umidjon Salmonov. Xo'sh. Yana bu juda yaxshi, juda Alda bu yaxshi. muvaffaq bo'ldi. Xo'sh. O'yin tenglashadimi? Tenglashadimi? Penalti. Penalti belgilanyapti. O'yin juda bir Hozir penalti. Demak, uchrashuvda hisob tenglashishi mumkin yoki bo'lmasa Kaba Verdeda o'yinni ko'rganingni o'ylayapman. Shuni nima slow varianti, second varianti, ikkinchi varianti yo uchinchi variant. Slovni ham bilasizmi? Qoyil lekin. Ingliz tiliga ikkinchi marta imtihon topshirganman, faqat imtihon kuni uxlab qolganman. Shuning uchun sertifikat ola olmaganman. Bilinadi. Topni Jaloliddin tepar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Gol Bo'ladi. zarba, gol. Juda Uch. juda ajoyib. Xuddi biz Argentina va hamda Fransiya jamoalarining final o'yinini ko'rayotgandaymiz. Faqat muxlislarsiz. Ayyo. Hisob 3-3 o'ylayapti, shunga o'xshaydi baribir. Shunday qilib hisob tenglashdi. Shunday qilib qo'zichoq deb anaqa aytardi Zufar aka. Xuddi shunga yaxshi bo'lyapti. Shunday qilib bo'ri zormanda, qo'zichoqda yedi o'rmonda deydi. Ha, hozir Behruz yana zarba berdi. Demak, Darvozada zarba. Nodirbek. Yaxshi zarba. Lekin biroz Sal noaniq. qoldi. Biroz noaniq. Varda kattaligi hisob bo'lgan, darvoza kattalik hisob bo'lgan, lekin zarba beradigan joyi yaqin ekan. Shukr meni sho'rimga sho'ra to'ymasa bo'ldi JavaScript o'yinchilari. Ha, Farruh Ahmedovich qaylab buni kiyinyapti siz uchun maxsus. Temur ham zarbaga juda qattiq. Ha, Timurning ham zarbalari bor. Tayyor turasiz. Bu o'yin esa ikkinchi o'yin. Tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Va u o'sha birinchi jadvalda birinchi o'rin uchun bo'ladi. Shtraf. Faxriyor o'zini Husanovman deb o'yladi. Husanov deb o'yladi. Husanov yo Faxriyor deb o'yladim o'zini yo tushunmadik qoldi. Ikkalasi. Husanov o'zi oshib yuribdi o'zi. Abbos to'yda to'liq. Juda faol u. Uzatma. Yo'q, qaytarishyapti. Zarba beradigan odamga Damgaz Faristonga qildi. Uzdalga o'tdi zarba. Regbi yona zarba. Ha. Hozir Faxriyor kod yozmasligi uchun nima qilsa qilyapti. Ha. Lekin bar kod yozadi. Faxriyor travma bilan o'ynayapti, chunki uni oyog'i shishib ketgan. Shunchalik o'ynayotganiga ham xursand bo'lish kerak. Lekin darvozadan juda yaxshi turibdi. To'p bilan Faxriyor. Xo'sh, Oyog'i shonada ishlayotgan bo'lsa, respekt. Jaloliddin. Umidjon ichkariga. Bu darvozabonniki. Bo'lishi mumkin. Shukrullo. Xo'sh, yo'q. To'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Shukrullo, Behruz. Shukrullo o'tib keta olmadi. Behzod qaytaryapti. Behruz Shukrullo bilan Behzod. Sardor keldi. Birinchi bo'lib zarba beradi. Voy, zarba aniq. Qanday zarba bergansa shunchalik noaniq bo'ldi. Yani koptoni olib kelish kerak, yo'qolib ketadi. İşte. Va Dalir. Dalir. Husan, Dalir chaqirib oling. O'sh burchak ko'p to'k ket, ovoring burchakni ko'p to'k. Ha, bo'ldi. Xo'sh, Faxriyor to'p bilan
Nurali. Behruz. Behruz nima deb o'ylab topmoqchi va yaxshi Shukrullo, Shukrullo juda topdi. Lekin Sardor yetib kela olmadi. To'pga Sardor birinchi yetib kelish kerak edi plan bo'yicha. Ye. Qulflar turayib. Aha. Bu zarba. Behruz o'tdi. Tepsi. Abdumajid yonchilikdan. Ha. Out. Bekzodmi? Behzod. Qaysi biri? Birinchi raqammi? Yo'q, u Abdumajid. Yo'q, to'p qaytargan Bekzod edi. Ha, Behzod edi. Faxriyor Abubakir bilan Umidjon ochilyapti. Abubakir kirib oladi katta tezlikda. 3-2, 3-3 bo'lib ketdi. Yo'q, Voris. Shoshdi. Voris egallab oladi bu to'pni. Ye, Voris oldirib qo'ydi-yu. Qo'ydi. Aslilik Sabirga o'xshaydi kelasi. Faxriyor. Zo'r. Birga bir vaziyat. Jaloliddin buni golga aylantirmasa, uyat bo'ladi va buni aylantira olmayapti. Darvozabon qaytaryapti. Zo'r. Birinchi zarbani o'zi berish kerak edi, lekin u yana ham qulayroq vaziyatga olib chiqishni harakat qildi, lekin zarba Shahboz tan olish kerak. Juda yaxshi darvozabon. Da. Reaksiyasi yaxshi. Shukrullo. Aha. Nodirbek ham Nozirxonov. pol bo'lsa ham save qildi. Hozir Behruzga bergan to'shni gol edi. Shu davom etadi, bas uch kelib, choptirich. Davom gapirib turing chiqadi. Hozir nima? Fashion breakmi, nima breakdan olib? Substitution breakmi, nima? Hydration breakmi? Asha ketdi. Suychyapti yo'q aka, kechikib. Suychyapti deb qo'ydi. Hydration mi? Pidras breakmi? Qaysi biri? Hydration break. Behruz. O. Olmaysizmi? Butun boshni daraxtga ekib qo'yganmiz aka. Nodirbek. Bir 5 ta yig'ib kelib olma. Zori sana manaqa Messi ketsin. Voy. Endi bir kam shahlochimiz uni olmayotganiga ko'ra meni hayotiga bo'lgan nimam so'nib qoldi-da. Haqiqat yo'q bu dunyoda deydi-yu. Xuddali shogirdini optoy qo'yib qo'yib ish qilayotgan ustozga o'xshaydi. Zarba yo'q. Shahboz zo'r darvozabon. Qayting, Behruz, qayting. Uch bo'yicha hisob osicha o'zgargani yo'q. Oqlar jamoasi shturm qilishda davom etyapti. Abubakir. Aka shunaqa so'zlanadi. O, shukrullo. Juda yaxshi. Lekin Bekzod bu vaziyatda shturm bo'ladi. Shturm degani mana qanotli raketasi Amerikani. Unaqa bir-biriga o'xshamaydi. Ye? Faxriyor. Xatoy to'g'rilab Uy! Faxriyor, xo'sh. Uy. Juda ajoyib zarba edi. Umidjon, hujum davom etadi Umidjon. Faxriyor. Rustam ochiq. Juda zo'r. Sen urmasa senga uradi deb urib ketishmasa bo'ldi. Behruz juda yaxshi. Men hech narsa bo'lgani yo'q-a? Bu vaziyatda. O'yin ochiq o'yin bo'lyapti. Xuddi Misr hamda Argentina o'yinini ko'rganga o'xshayapmiz. boshqa o'yin edi. Ha, endi hali o'yin o'zgarib turadi-yu. Boshqa kanalga oldingiz. Boshqa kanalga. Hozir Zo'rto'dan fashion break o'tdi. Voy! Oy! Bo'ldi. Umidjon bari kod yozar ekan. Boshqa narsa tamomladik. Boshqa yo'l qolmadi undan.
Hozir bu vaziyatda bir olimlarga beramiz. Olimlar buni qanaqa gol olmaganini o'ylab ko'rishadi. Ha, Otabek aka, buni olimlarga o'rgatamiz, bu vaziyatda qanaqa gol olmaganini o'rganishadi. Bu ham san'atda. aka boya anaqada Sherzod bilan polvon gap yo'q. Shirmech. Hopiylar, mashallah. Voy, ha, bu yerda yeriga bir joylarga atib yubormadi, mana aqlim. Yechish yeb olasiz. Ha, o'zi yeb oldi-chi, aldan beri. Shirmekan bu? O'zi yeb yuribsiz aka. Uyda ham ishda ham. Sanarkalar bilan. So'kmaymiz aka. O'tda o'tkazib shularni bir ko'kilishlarga ko'tarmoq kerak. Bu Toshkentda to'ladi mumkin aka. Burada to'kilish o'rnasi. Boksda nima? Kambaq mazada engashlar kamera. Uchuvchini to'g'ri uchga aylantiradimi, PHP yo'qmi? Ko'ramiz. Qarang. Jaloliddin to'p bilan. Abubakir, Umidjon. Hali ham o'ynayapti Umidjon. Bu vaziyatdan keyin. Xo'sh, Faxriyor, zarba. Nodir becha. Nodirdan bir chiroyli so'z chiqdi, uni so'zni aytib bo'lmaydi. Ketmaslik uchun nima qilsa qilyapti. Hali umr shamdur deb qo'shib desa, akalasi ketmaslik nima qilsa qilyapti. Qo'liga chiqargan xotinini. Behruz to'p bilan. Chiroyli o'ynagan ekan, ko'rib qo'ying, bu ham futbol aloqasi bormi yo'qmi? Qasa Vayni o'ta qilib yuborganda endi Doniyor biz o'zi kichik podkastda bo'laganda. Podkastdagi nima deb yozib qo'ydi? Akalar malades qo'ldan kelsa chiqdilar deb yozib qo'ydi. Umidjon xatosini to'g'rilaydimi? Xo'sh. Jaloliddin aldab o'tdi. Yaxshi. Pozitsiyaga zo'r chiqdi. Zarba va gol! 4-3. Jamoasini qutqaryapti. Haqiqiy liderlarga xos bo'lgan zarba bo'ldi va ta'limlari nihoyatda foyda bergan. Rafis ta'limi yo'q bu yerda. Nimaga? Mana. Ta'lim bergan bu, mablag' bergan u. Sharoitlarni bergan biz. Kelin salom qildinglar endi hamma. Mana kelin salom qilamiz shekilli, hammaga salom, qaynotasiga salom, trenerga salom bo'lib ketdi. Birimiz Shahlo, birimiz Saydarov etib turibmiz mana. Boshqasi bildiramas, ham ta'siri bo'lgan bo'lsa kerak. Bu mavjud yo'q. Men baylab ko'rib, baylama hayotga hozir tasavvur qilib ko'raman. Hozir siz almashishganga boshqa odamga. Men ketma ketaman. Hozir siz almashishga boshqa odamga deyman, ertalabga. Shu bir parcha go'shtdan deydi-yu. Go'sham yo'q. Aka bitta podkast olamiz. O'yinga qaytamiz. Bo'ldi. Ovoz mana qo'yib ketdi. Xo'sh. Nodir Xolib, bu ham bir san'at. Nodirbek Xolib qol qo'yish sal qoldi. Xol qo'yib bo'ldi ham. Uni o'zini holiga qo'yishimiz Uni kerak. go'sht demasa qaytadi. Mana dedi. Kim aytadi? Qordan aftoda kim aytadi? Narsa yo'q debman. Ye, sudya zamina deydi. Aka soat necha bo'ldi? 8:10 Kirdi? To'g'ri 3 shiddatli davom etyapti uchrashuv. Gollar ketidan gollar urilyapti va uchrashuv yakunlanishiga biroz vaqt qolyapti. Qani ko'ramiz. Durang ko'ramizmi yoki qaysidir jamoa g'oliblikni ilib ketadimi? Bunga birozdan so'ng oydinlik kiritamiz, lekin Shukrulloh bunga rozi emas. Yo'q, hech narsa qilmadi. O'yin qoidasi buzilgani yo'q deb topilyapti Abdumajid top bilan. Xo'sh, ichkarida ikkita o'yinchi bor. Behruz bu yerda ochiq. Behruz bilan o'ynashi lozim topdi. Behruz yo'q, o'tmadi. Jaloliddindan to'p. Abubakir kirib boradi. 3-2. 3-2. Azizbek. Abubakir o'zi bilan. Uzatma. Jaloliddin. Yo'q.
o'ziga qulay pozitsiyaga chiqib ketish kerak edi, lekin to'p uzoqlashib ketib qoldi. Azizbek to'p bilan zarba, yaxshi zarba bergan edi. Uzoq 9-likka. Va bu orada esa uchrashuv yakunlanmoqda. Uchrashuv 4-3 hisobida so'nggi soniyalarda, so'nggi daqiqalarda kiritilgan gol evaziga yakunlanmoqda. 4-3 hisobida PHP jamoasi g'olib bo'ldi bugungi uchrashuvda. Demak, bizni kuzatishda davom eting va birozdan so'ng ikkinchi o'yinni ham amalga oshiramiz. Bizdan uzoqlashmang.